Biz Kosonsoy tumani Soy mevkisida joylashgan Komilov Yoqubjon aka xonadonlariga kelganmiz. Ushbu xonadonga Kosonsoy tumani mikrokredit bank tomonidan aholi daromadlarini oshirish uchun 10 million so'mlik mahalla loyihasidan kredit evaziga tikuv mashinasi va xom ashyolar sotib olish tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha loyiha paketi kiritilgan. Ushbu xonadon tikuvchilik bilan faoliyat ko'rsatadi hamda aholini daromadlik mehnat bilan band qilingan. Shu orqali 2 nafar fuqaroni ish bilan ta'minlangan. Oyiga 2-3 million daromad olib, hozirda yiliga 20-30 million daromadga chiqilgan.